Shu xona sizniki. Shu yerda bemalol dam olavering. Men oshxonada ham yotiraman. Bu yer shart emas. Nimaga oshxonada? To'g'risini aytsam, bu uyda oddiy xizmatkorman. Siz bo'lsa xuddi mehmonga qaragandek muomala qilyapsiz. Shunga menga noqulay bo'lyapti. Malika, xizmatkormi yo ish boshqaruvchimi, hammamiz oddiy insonmiz. Keyin kimnidir puliga qarab muomala qilmayman. Men hammaga birdayman. Rahmat sizga. Nimadir kerak bo'lsa bemalol so'ravering. Xo'p. Agar mumkin bo'lsa, Hozir. Allo, Otabek, uyimizga kimni olib keldingiz? nima deganing bu? Hoziroq uni yo'qoting, kim bo'lsa ham chiqib ketsin. Shahzoda. Na salom bor, na Ali bor. Ketganingga necha kun bo'ldi? O'ylab gapir. O'zing bilan kelishib olganda keyin menga qo'ng'iroq qil, xo'p? Otabek, alo. Uzr, nima deyotgandingiz? haligi Durdonni ertaga aylanishga olib boring deyotgandi. Shunga bog'chadan keyin olib borsam maylimi? Bo'ladi, faqat ehtiyot bo'linglar ko'chada. Xo'p bo'ladi. Keyin telefoningiz nimaga o'chiq? Boya kunduzi qo'ng'iroq qildim. Meni telefonim o'zimda emas. Shu payt, shu zamonda telefonsiz yurib bo'ladimi? Mayli. Ertaga gaplashamiz. Yaxshi dam oling. Rahmat siz ham. Voy, nimani hidi? Voy, shu yerda turib, kuydirib yubordingmi? Haligi Nima qilib voy. turibsan, a? Shuni ham eplolmadingmi? oyi, Kecha aytgandim, hech balo qo'lingdan kelmaydi. Shuni ham o'rganmagansan. qayerdan o'rganaman? O'zingiz bundoq yoningizga olib o'rgatmagansiz-ku. Meni vaqtim bo'ldimi? Ana, Malika uyda bo'lganda hamma ishlarni qilardi. Oldida turib o'rgansang bo'lmasmidi? Qachon qarasam shu telefondan boshingni ko'tarmaysan. Tantiq bo'lib ketgansan. Endi meni har kun urishib asabimga tegaverasizmi, oyi? O'z kechasi bilan och qoldim. Ertalab biror nima yeyman deb oshxonaga chiqsam, oshxonaning rasvosi chiqib yotibdi. Lola, uy ishlarini o'rgan. Kechikkan bo'lsang ham o'rganishing shart. Yo'q, oyi, meni majburlamang, baribir o'rgana olmayman. Boshingga tushsa shunaqangi o'rganasan. Hali qarab turgin. Voy, bu qozonni ham rasvosini chiqardi-ya. Kuyib ketibdi. Yaramas qiz. Uf. Ishga yaxshi borib keling. Xo'p. Rahmat. Mana buni ushlang. Nimaga bu? Sizga telefon. Sim kartasi ham ichida. Mana pulni aylanishga borganda ishlatarsizlar. Durdoni bu narsa so'rab qolsa olib berarsiz. Xo'p, lekin telefoningizni ola olmayman. Qo'limni qaytarasizmi? Men sizga bu telefondan qizimni so'rab turish uchun keyin uydagi ahvolni mayli. Mayli. Agar bu narsa kerak bo'lsa telefon qo'ying. Raqamimni yozib qo'yganman. Xo'p, tushundim. Mana oyoq kiyimingizni tozalab qo'ydim. Ha, nimadir bo'ldimi? Buni kiymaysizmi? Yo'q, yaxshi. Siz ishingizni qilavering. Xo'p, yaxshi borib keling. Xotinim oxirgi marta qachon oyoq kiyimimni tozalab qo'ygandi o'zi? Bu qiz ancha farosatli ekan.
Tushunmadim. Qayoqda qoldi bu qiz? Yaxshimisan, Umid? Yaxshi kelyapsan, Otabek. Tinchlikmi? Nima qilib o'tiribsan? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Shu mana hozir ish boshlandi, kotiba yo'q haligacha. Ish vaqti allaqachon boshlangan. Lekin kotiba yo'q. Telefon qilmadingmi? Bir marta telefon qildim, ko'tarmadi. Mas'uliyatni boshqa xodimlarga o'xshab his qilish kerak edi, o'rtoq. Mayli, vahima qilma, kelib qolar. Otabek, ishxonadagi intizom hammaga bir xil, shunaqami? Shunaqa. Qara endi. Bugun yarim soat kechikib kelsa, ertaga 1 soat kechikadi. Ertasiga umuman kelmay qo'yishi ham mumkin. Umid, bu gaplarni yig'ishtir. Senga gap bor edi o'zi. Tinchlikmi? Lola, men ketdim ishga. Voy, Malika. Assalomu alaykum, kenay. Voy, ko'r ichkariga. Malika, qayerlarda yuribsan? Sendan necha kundan beri xavotir olib yuribman. Bugun ichki ishlarga xabar bermoqchi edim. Nega? Nega bo'lardi? Seni yo'qolib qoldi deb xabar bermoqchi edim. Bunda telefon ham qilib qo'ymaysan. Telefonimni olib qo'ygansiz-ku, kenay. Olib qo'ygansiz deb darrov aytgan so'zimni og'zimga yopishtirasan. Ko'cha to'la odam bo'lsa, ko'cha to'la telefon-ku. Birortasidan qo'ng'iroq qilib, men shu yerdaman deb aytsang bo'lmasmidi? Qayerlarda yuribsan, nima bo'ldi? O'zimga ish topdim. Qanaqa ish? Bir yaxshi odam uyida xizmatkorlik. O'sha yerda qolib ishlayapman. Yo'y, buni qara-ya. Botqoqdagi qurbaqaga oy kulib boqar ekanda, a? Voy, Malika opa kelib qoldingizmi? Yaxshimisan, Lola? Sizlarni ko'rgani kelgandim. Voy, yaxshi ham kelib qopsiz. Tezda yeng shimarib, uydagi ishlarni qilib tashlang. Qanaqa ish? Men bu uyga ishlagani kelganim yo'q. Oyi, gapini qarang buni. A unda nimaga keldingiz? Shahzoda bilan 7 yildan beri birga yashayotgan bo'lsak ham, hali ham begonadekman. Bu gapni qayerdan olding? Ilgari bunaqa holat bo'lmagandi-yu senda. Bo'lgan, ko'p bo'lgan. Aytmaganman. Hozir mundoq o'ylab qarasam, u meni xohlaganimdek xotin bo'lmagan ekan. Qayerdan bu qarorga kelding? Bilmasam. Balki Malika bilan solishtirib ko'rayotgandirman. Malika kim o'zi? Uyimda xizmatkor bo'lib ishlayapti. Qiziqmisan, Otabek? Qayerdagi xizmatkorni o'z xotining bilan tenglashtiryapsanmi? Mehr ko'rsang, solishtirib ko'rarkansan-da. Malika bilasanmi? Juda ham beg'ubor qiz. Oq ko'ngil, mehribon. Hattoki qizimga ham shunaqangi mehr beradi. U kelgandan beri Durdona o'zida yo'q xursand. Bolaga kim shirin gapirsa, o'sha odam yaxshi ko'rinaveradi-da. Lekin o'sha xotinim Shahzoda bolasidan shu shirin so'zini qizg'anardi. Hattoki Durdonani boshini ham silamasdi mehr bilan. Xuddi meni xayolimda urishayotgandek tuyuladi-da. Menga ham yoqmaydi bu narsa, tushunyapsanmi? Balkim sizlarga oilaviy psixolog kerakdir.
Hozir juda ko'p u psixologlar. Lekin borishdan oldin baribir ehtiyot bo'lish kerak. O'sha psixologlar ayollarni qarashini o'zgartirib yuboryapti. Nima deb o'rgatardi? O'zing uchun yasha deydi, eringga qarama deydi. To'g'ri, meni bitta qarindoshimda yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Ikkita bolasi ko'ziga ko'rinmay ajrashib ketdi. Hozir endi baxtsiz. Hayot shunaqa ekan. Kimdir oilasi bilan baxtli, kimdir esa baxtsiz. Shunaqa. Men kiyimlarimni olib ketgani keldim. Qayerga olib ketmoqchisan? Aytdim-ku, ishlayotgan joyimga. Shunga kiyimlarim kerak bo'lyapti. Xonamda olib ketaman. Shoshma. Oyi, Xonangdan hech narsa ola olmaysan. Meni uyimdan igna ham olib chiqib keta olmaysan. Kenoyi, axir meni kiyimlarim kerak bo'lyapti. Necha kundan beri bitta kiyimda yuribman. Qani pul? Ishlab pul topib kel demaganmidim? Oldin ishlagan pullaringni berasan, keyin o'ylab ko'raman. Kenoyi, men hali ishlagan pullarimni olganim yo'q. oyi, buni bahonasi doim shu. Pullarimni ola olganim yo'q deb suvdan quruq chiqib ketadi. Abzani boplab aldasa kerak-da. Qanaqasiga aldingman, Lola? To'g'risini aytyapman. Unda ostonamga bekor kelibsan. Hoziroq chiqib ket. Kenoyi, kerakli narsalarimni olishim kerak, tushunsangiz-chi? Bu meni uyim. Biror narsa olib ko'rchi. Qani nima qilar kimman? Kerak bo'lsa, uchastkovoyni chaqirib, uyimdan beruxsat narsa olib ketdi deb, ustingdan ariza yozaman. Hammaga sharmanda bo'lasan. Malika opa, oyim jahlini chiqazmay qo'ya qoling. Nima endi o'zimni shaxsiy buyumlarimni ola olmaymanmi? Yo'limdan qochinglar, iltimos. Iya. Sen meni uyimda turibsan. Bu yerdagi har bir narsa meniki, seni esa hech narsada haqqing yo'q. Bilib qo'y. O'zi bu hayotda nimaga erishding? Onang umriga zomin bo'lgansan. Otang seni tashlab ketgan. Bir umr bizga yuk bo'lib yashading. Aslini olib qaraganda seni hech nimang yo'q. Qaytangi sen bizdan qarzdorsan. Seni shuncha boqib katta qildim. Yedirib, ichirib jamiyatga qo'shib qo'ydim. Sen buning uchun bizdan butun umr qarzdorsan. Bildingmi? Bu uydan hech narsa ola olmaysan. Meni ruxsatimsiz igna ham olib keta olmaysan. Sen oddiy bir yetimchasan xolos. Tushundingmi? Halo. Otabek? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Otabek, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ha, men qo'ng'iroq qilganim, agar ruxsat bersangiz, Durdonani o'zim bilan olib ketmoqchi edim. Axir onasi yo'q-ku, uyda qiynalayotgandir. Uyda Malika bor. Durdonaga yaxshi qarayapti. Nevaramni biz ham sog'indik-da, bolam. Ha, bizdek qarolmaydi-ku. Olib ketishimga qarshimisiz? Nega endi? Bemalol. Menga qarang, Otabek. Shanba, yakshanba kunlari biznikida bo'ladi, xo'pmi? Bog'chadan kelishi bilan kelib olib ketaman, xo'p? Durdona bog'chadan kelsa Malika bilan aylanishga bormoqchi edi, oyi. Menga qara. Nevaramni begona odam bilan qayoqqa jo'natmoqchisan? A? Otabek o'ylab ish qilgin. Men o'zim olib ketaman uni, tushundingmi? Xo'p.
Otabek jiyanimsan. Kuyovlik hurmating bor, meni jahlimni chiqarma. Voy. Assalomu alaykum, yaxshi Va keldingizmi? alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Durdonani buvisi olib ketgandi. Ha, xabarim bor. Uni rosa aylanishga borgisi kelgandi. Mayli, keyingi safar borarsizlar. Mana, siz bergan pul. Turursin, shart emas. Ishlatarsiz u bu narsaga. Kerak bo'lib qoladi baribir. Men sal ko'p ishladim shekilli. Boshim og'riyapti. Ozgina yotib dam olib, charchadim. Ha, aytgancha, uyda dori bormidi? Uyda qayerda turadi dorilar? Bilmasam, oldin dori ichmasdim. Hech bunaqa bo'lmas edi. Boshim yomon og'rib ketyapti. Unda men tez dorixonaga borib kelaman. Shart emas, ovora bo'lmang. Yo ovorasi yo'q, hozir chiqib kelaman. Jahlim chiqib ketyapti. Portlab ketmasam bo'ldi. Oyi, rosa xavotir olayotgandingiz. Mana yalloq qilib yurgan ekan. Bir tarafdan ketgani ham yaxshi bo'ldi. Dadang telefon qilib qolsalar aytamiz. Ana ishini ham topibdi. Qorini ham to'yg'izib yurgan ekan. Ha, endi yoshgina qizda oyi, chiroyli. Qayerdan joy topgan bo'lsa ham erkaklarni xursand qilib yurgandir-da. Bu gapimni nima demoqchisan? Nimaga shuni ertaroq o'ylamadim, a? Voy, biram soddaman, ey. Oyi, yana ham bu meni taxminim. Qizim, sen to'g'ri taxmin qilyapsan. Ehtimol. Endi dadangga nima deyishni o'ylab ko'raman. Sevimli jiyani nima ishlar qilib yurganini bir ko'rib qo'ysin. Oyi, dadamga Malikani shunda qing'ir yo'llarda yuribdi demoqchimiz hozir endi? O'zlaridan so'rab qolsa-chi? So'rayversin. O'shanda ko'ramiz. Menga ishonadimi yo o'sha jiyanigami? Har holda men turganda o'sha jiyanini tanlamas. Mayli, ko'rasizda, oyi. Malika uyda qolganda ham ishlarni qilardi. Endi uyga qaytmaydi. O'zing ishlarni boshla. Bor, tur. Tura qol. Tur. Kirsam bo'ladimi? Kiravering. Keling. Mana, bosh og'rig'ini qoldiradigan dori bilan suv olib keldim. Ichib oling. Agar xos shahzoda bo'lganda o'zimni dorixonaga chiqargan bo'lardi. Kechki osh pishirgandim, ovqatlanasizmi? Yo'q, ishtaham yo'q. Unda hozir mastava pishiraman. Achchiq qilib ichib olasiz. Quvvat bo'ladi. O'zi suyuq ovqatni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, unda hozir tez tayyorlayman. Yana nimadir kerak bo'lsa ayting, oshxonada bo'laman. Xo'p. Xo'p. Juda mehribon qiz. Kela qobolaginam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz hali ham shu yerdamisiz? Nima balo, uyingiz yo'qmi sizni? Ha? Haligi Keling, oyijon. men Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom, qizim. Biz keldik. Yaxshimisan? Durdona, sen xonangga bor bolam. Narsalaringni qo'yib tur.
Kiyimlaringni alishtir, men hozir boraman. Bora qol. Xo'p. Otabek, nima ahvol? Ertalabdan begona qiz yurishingizni qarang. Endi uyg'ongandim. Kechasi ham balki, a? Oyi, nima deyapsiz? Sal o'ylab gapiring. Malika hali turmush qurmagan yosh qiz. Xo'p. Yosh bo'lsa, yosh qizni nimaga uyingizga olib kelib yashaysiz? Uy ishlarini bajaryapti. Endi qizingiz qilish kerak edi, qilmasdi. Yana meni ruxsatimsiz qayoqqadir ketib qoldi. Ha, ketgan bo'lsa, bugun qaytib keladi, xavotir olmang. Men xavotir olmayapman. Qizingiz ketgandan beri na mendan, na qizidan xabar oladi. O'zingizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Jahlingiz chiqarmidi? Allo. Allo. Ha, oyi. Qizim, yetib oldingmi ishxonaga? Ha, keldim oyi, ishdaman, xavotir olmang. Ha, yaxshi. Xolamlarni kuzatib bordingizmi? Ha, hozir endi chiqib ketishyapti. Aha, xo'p, mayli, yaxshi yetib olishsin. Salom ayting. Xo'p. Allo, eshitaman. Tez yonimga keling. Aha, xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ochilib ketibsizmi? Ha, Xo'sh, kecha nega ishga kelmadingiz? Sababi bormi? Umid aka ishim chiqib qoldi-da. Nimaga bo'lmasam, unda kelib ogohlantirib qo'ymadingiz? O'z boshimchalik bu yerda o'tmaydi, Samiya. Men o'z boshimchalik qilganim yo'q. Bu ketishda siz o'rningizni bo'shatasiz shekilli. Nima, bu gapingiz bilan meni qo'rqitmoqchimisiz? Mas'uliyatni his qilmagan xodimlardan men albatta kechaman. Keyin ishlaydigan yangi xodimlarni olish tarafdoriman. Har holda sizsiz ish to'xtab qolmaydi. Otabek Rustamovga kecha kela olmaganimning sababini aytgandim. Otabek sizni tarafingiz olmaydi, Samiya. Tushunarlimi? Menga qarang, siz o'zi oldindan shunaqamisiz? Qanaqa? Bir ayb ish qilib, birovlarning orqasiga berkinishni yaxshi ko'rasizmi? Qachongacha soya bo'lib yashaysiz? Bunaqada hech ham natijaga erisha olmaysiz. Hayotda o'zingizni maqsadingiz bo'lsin, tashabbusingiz bo'lsin. Sizga maslahatim, ishga munosabatingizni umuman o'zgartiring. O'shandagina o'zingizni kimligingizni namoyon qilishingiz mumkin. Tushunarlimi? Tushunarli. Bora qoling. Allo. O'rtoq, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Bugun bolalar bilan yig'ilmoqchi edik. Vaqting bo'ladimi? Ha, ishdan keyin bo'ladi. Otashga ham aytgin bo'lmasa o'zing. Bo'pti, otashga ham aytaman. Bo'pti, xo'p, kutamiz. Otabek, jiyanimsan. Seni aqlli, farosatli deb bilaman. Mayli, nima bo'lganda ham uyga xizmatkor olib-ke. O'zingdan boshqa bu uyda hech kim bo'lmaganda, bu qizni qolishi noto'g'ri. O'rtada shayton bor axir. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Men o'zimga to'g'riman. Malika ham tarbiyali qiz. Aslida hamma odamning iymoni butun bo'lsin. O'shanda siz aytayotgan narsalar xalaqit bermaydi. Kiring, mehmonimiz bo'lasiz. Mehmon bo'lmayman. Shahzoda kelsa, jahli chiqadi.
Meni jahlimcha. Bu uyda o'zi kim xo'jayin? Kimga itoat qilish kerak? Men shahzodaning eriman. Menga daki berishdan oldin qizingizni ostonadan erini ruxsatisiz chiqmasligini o'rgating. Otabek, siz og'irroq bo'lavering. Shahzodani fe'lini bilasiz. Shuncha yil uni fe'liga chidab indamadim. Nima desa xo'p dedim. Endi unaqa bo'lmaydi. Bundan keyin men aytganim bo'ladi. Hamma aybni ham kechirardim, lekin meni ruxsatimsiz ketib o'rganini kechirmayman. Otabek. Endi nima bo'ladi? Qizim, qizim. Lola, pechingacha uxladingmi nima balo? Do'konga ham o'zim chiqib keldim. Uyda biror ish qilmaysan. Jonga tegning. Do'kondan sabzavotlar olib keldim. Oshxonada yuvib tozalaysan. Oyi, bugun dugonalarim bilan kinoteatrga bormoqchimiz. Keyin restoranda ovqatlanmoqchimiz. Yo'q, qaysi pulingga? Lola, umuman seni foydang tegadimi o'zi? Faqat zararing tegyapti. Hozir nima bo'lganini bilasanmi? Seni sovchilar surishtiribdi. Qo'shnilar aytishdi. Qanaqa sovchilar, oyi? Seni kelin qilish uchun. Qo'shnilarning birortasi seni maqtamabdi. Qat'iga Malikani maqtabdi. Ha, xo'p, shunga nima bo'pti endi? Tantiq qiz, kelajagingni o'yla. Malikani aytgan hamma gaplari rost ekan. Erta indin qaysidir bir xonadonga kelin bo'lib tushsang nima bo'ladi? Birorta ish qilishni bilmaysan-ku. Oyi, men oligarxga tegaman. Uyimizda 2-3 talab xizmatkorlari bo'ladi. Obbo. Qo'riqchi yigitlari bo'ladi. Tushundingizmi? Qizim, rosa kalta o'ylaysan-da. O'zi yashashimiz bir ahvol bo'lsa, qayerdan seni oligarx oladi? Hamma ayb o'zimdadir balkim. Malikani ishlatdim, turtkiladim. Seni esa oshxonaga kiritmadim. Mana hech narsani bilmaydigan, fahm farosati yetmaydigan bir qiz o'stirdim. Kattalar bekorga aytmas ekanda. O'zing pishirgan oshni aylanib ham, o'rgilib ham endi o'zingchasan deb. Dardim meni. Oshni nima aloqasi bor hozir? Sochlaring buncha chiroyli Durdona. Siznikiga o'xshaydi-da. Hozir chiroyli qilib o'rib qo'yaman. O'zing ko'rib hayron qolasan. Asalim, Durdona qizim, chiroyli bo'lib qopsanmi? Ha, Malika xolam chiroyli qilib qo'ydilar. Dada, Malika xolam doim biz bilan qolsin. Malika xolangni o'zidan so'rachi, qolarmikan? Oyjon, Qoch naryoqqa bor. Tushunmadim. Bu nimasi? Kim bu? Kel o'zimga. Sen qachon kelding? Hozir keldim. Nimaga qizimizning sochini o'rayapti? Otabek aka, yo'g'imda qayerdagi bir oyimchani uyga olib kiryapsizmi? Malika, Durdona bilan nariga xonaga chiqib turinglar. Xo'p bo'ladi. To'xta, hech qayerga ketmaydi. Qo'lingni ol qizimdan. Yur, gaplashib olaylik sen bilan.
Yur. Durdona, yur aylanib kelamiz. Shahzoda, nega qizimiz oldinga borganda ko'ksidan itaryapsan? Qaytanga bag'ringga bosib mehr bersang bo'ladi-ku. Siz oldin meni savolimga javob bering. Nimaga anavini uyga kirgizdingiz? Nimagaligini aytaymi? Bilmoqchimisan? Ha, bilmoqchiman. Malika juda ham mehribon qiz. Juda ham oq ko'ngil. Qizimizni ham ko'ngliga yo'l topdi. Meni ham. Senchi, sen qanaqasan? Sen faqat o'zingdan itarasan. Yaxshi bo'pti. Hozirroq chiqasiz-da. Anavini yo'qotasiz. Ko'rsam ko'nglim ayniyapti. Boshqa odamlar haqida gapirayotganingda o'ylab gapir. U senga hayvon emas-ku. Burninja osmonda bo'lib ketibdi-da. Qayerga ketganding? Bir og'iz so'ramading. Mana endi bemalol ketishing mumkin. Men senga aytdim, agar shu uydan chiqsang, qaytib kelmagin deb. Mana endi senga bu uyda joy yo'q. Nima dedingiz hozir? Menga joy yo'q? Siz o'ylab gapiryapsizmi? Har doim o'ylab gapirganman. Sen bo'lsa, oilamizni qadriga yetmading. Shahzoda, shu ketganingda hammasiga tushunib yetdim. Sen bilan yashashni xohlamayman. Ajrashamiz. Otabek aka, hazillashyapsizmi? O'ylab gapiryapsizmi? Yoki nima? Anavi megajin sizni ayntib oldimi? Boshingizni aylantirdimi? Men hozir chiqib uni sochini bittalab yo'laman. Shallaqlik qilma. Uydan ket. Yaxshi. Qizimchi, unga nima bo'ladi? Ketayotgan payting qizing esingdamidi? Endi esingga tushdimi? Durdona men bilan qoladi. Ket dedim senga. Ketmayman. Hech qayerga ketmayman. Bu meni ham uyim. Yaxshilikcha ket. Bo'lmasa sudrab olib chiqib tashlayman. Hali shunaqami? Hali ko'ramiz. Ajrashga ham ariza berib qo'yganman. Hujjatlar tayyor bo'lsa, imzo qo'yib qo'ysang bo'ldi. Hamma narsa tayyor deng. Tayyor. Hayotda osonlikcha qo'l qo'ymayman. O'ylab o'tirmang yana. Mendan osonlikcha qutula olmaysiz. Sen shunchalik alamzadamisan? Bilasanmi boshqalarga nimaga baxt tila olmaysan? Chunki manbiting iching qora seni. Shunga ham baxtsizsan. Hamma narsani o'z qariching bilan o'lchaysan. Senga faqat o'zing orzularing, xayollaring muhim. Boshqalar bilan qiziqmaysan. Shu paytgacha erimni ko'nglini olish kerak deb o'yladingmi? Sen bizga kerak emassan. Nima? Sen ketganingda shuni tushunib yetdik. Sen qarasang ko'ngli aynayotgan odam qizimizga ham, menga ham kerak ekan. Tushundingmi? Endi narsalaringni yig'ishtirda. Ket. Qoch.
Shahzoda. Nima bo'lganda ham kuyovim bilan yarash. Men bilan gaplashishni ham xohlamayaptilar oyi. Bolam, chunki ayb o'zingda. O'zboshimchalik qilding. Xullas, kechirim so'ra, xatolaringni tuzat. Uyingga bor. Men senga necha marotaba aytdim. Oilangni qadriga yet, oilangga mehr ber deb. Yo'q, o'zingni aytganingdan qolmading. Qaysar. Otabek yomon yigit emas. Uni qadriga yetmading, bolam. Noshukursan, bolam. Xullas, bolam, qilgan xatolaringni to'g'rila. Bizni ham to'g'ri tushun. Bilasan, uyda ikkita kelin bor. Ukalaringni hayotini buzmagin. Kelinlarga yoqmayapsan. Ko'rib turibsan. Erta bir kun albatta janjal chiqadi. Ularni ham oilasini buzma. Bolam, meni noto'g'ri tushunmagin-u. Chiqqan qiz chig'irg'idan tashqari deyishadi. Meni uyimda senga joy yo'q. Hayotingni tikla. Oyim to'g'ri aytyaptilar. Hamma ayb o'zimda. Xatolarimni to'g'rilashim kerak. Qani chiqinglar-chi? Hamma narsani oldinglar? Ha, hamma narsani oldik. Dada meni balandtog'ga olib chiqasiz-a? Ha, olib chiqaman qizim. Albatta, onang bilan birga hammamiz chiqamiz. Varre uchiramiz. Qani o'tiringlar. O'tiring qizim. Ehtiyot bo'ling. Onasi. Nimaga? Otabek. Meni kechiringlar. Qizim. Sen ham meni kechir.